erkak bo'lmay o'l. Nimaga urding o'zingni ayasi? Betlan qursin sizlar. Odam sharmanda qildilar. Xuddi birinchi marta uylanayotganda nima jirt qilasan? Menga o'xshamadi bu. Bor kelinni oldiga aka. Yo'qol. Nima pulni sochasiz? To'yxonada hamma pulni sochdi, sotdi o'zingiz ishlab topganday. Ja indamasa raqqosani ko'tarib o'ynadingiz? Ha? Ichgan ekan raqqosa. Siz nimaga ishdingiz? Bir o'zi ichishga qo'rqar ekan. Oq ko'ngilga men yordam berdim. Ya ko'nglingizga qo'tir jamasho. Boring to'yxonani tozalab keling. O'rtoq, shundoq kirasan, birinchi asalatasan, keyin tuxumni qaynatilgan bor. O'shandan 4 taga beling baqvat bo'ladi. Ha, beti qursin, mol. U ish bugun emas, tushundingmi? Tur yo'qol berdim. Ko'p yashang kelin. Ha, endi kelinjon, bu uyda qonun qoidasini sizga tushuntiradigan bo'lsak, dadajoningiz mana bunaqangi shirinliklar yeyolmaydi. Endi bankim bekirikni shirinliklaridan, salatlaridan va kalbasalaridan yeydilar. Bankim bekirikni nonidan yeydi. Endi u yerda noni xamir turishga bo'ladi-da, durujali non yesalar, ijogasi qaynab ketadi. Bizning xonadonimizda erkak bosh. Hech qachon erkak zotini ko'ziga tik qaramang. Biror marta gap qaytarganmanmi? Gapiring bunday bir. Yo'q. Qaytarib gap bilan so'ganu, lekin gap qaytarmagan. Xo'sh, kelin bola choyni bir yangilang. San qayga? Oshxonani ko'rsatay. O'zi iskab topib olar. O'tir. Xo'p. Illallamay o'l. Qara o'rtoq, shomdan keyin ko'chaga chiqmasan, chillalaysan, xonaga romantik muzikacha qo'yasan, xonani nim yoritib qo'ysang, hammasi. Ha, beting qursin, sharmanda. Toza rasvo bola ekansan-ku. 20 yil oldin qayda ayting? Ana ho'kizga o'rgatarding. Meni kunim faqat qoraxonada o'tib ketdi. Nim yorug'ligini qaydan bilaman? O'rgatana ho'kizga. Men bilaman-ku. Deng.